2026-yilda yangi olib kelingan Bielefeld zoti mana ovqatini berib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Oldin aytib o'tib ketamiz, bularni bu holatdagilari, ya'ni kattalari sotilmaydi. 25-fevral kuni birinchi partiya jo'jalari chiqadi. Undan keyin har 8 kunda chiqish boshlaydi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, nima ovqat berganimizni ham aytib o'tib ketamiz. Bu yoqda mana gigant qora shahzod zotli to'g'rilarimizga ovqatini berib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Ovqatiga xo'p, jo'xori kechqurun berilgan. Toshkentda Yikota degan zavod bor, Yikota yem. O'shaning yemi beriladi. Bu hech qanaqa reklama emas, shunchaki tavsiya. Yaxshi yem bo'lganligi uchun ko'p videolarimizda aytib o'tib ketyapmiz. O'sha yemdan ozgina ivitib qo'yib, mana ko'rishingiz mumkin beriladi. Ozgina suv qo'shib ivitiladi va ozgina bug'doy ham qo'shilgan yemimizga. Va undan tashqari har bitta inga mana shunaqa bug'doyi, ungan bug'doyi bo'laychalar tashlab qo'yiladi. Bu urug'lanishni ham yaxshi qilib beradi va tuxum qo'yishni ham yaxshi qiladi, to'g'rilan tuxum qo'yishini. Yana bitta narsa ma'lumot o'rnida aytib ketishimiz kerak. To'g'rilarni ovqat qancha vaqtli beriladigan bo'lsa, ertalab 7 da 8 iloji boricha vaqtliroq beriladigan bo'lsa, to'g'ri tezroq tuxum qo'yib oladi. Obedga yaqin 11 da 12 da beriladigan bo'lsa, to'g'ri tuxum qo'ymay qolish ehtimoli bor. Videodagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, videoni parrandash qozlariga jo'natib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni chiqazmanglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.